Mana bu ChatGPTga kirasiz, keyin shu yerga yozasiz. Islomli ismlar deb. Islomiy ismlar deb yozsangiz chiqadi. Kim bilan gapiryapsiz? Misol uchun mana o'g'il bolalar uchun Muhammad islom payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ismi. Ali payg'ambarimiz Muhammad Muso sallallohu alayhi vasallamning amakivachchasi va 4-xalifa Ali ibn Abi Tolib bo'ladi. Umar 2-xalifa Umar ibn Xattob. Abu Bakr 1-xalifa Abu Bakr Siddiq. Usmon 3-xalifa Usmon ibn Affon. Zubayr ibn Avvom mashhur sahoba. Yusuf payg'ambar Yusuf alayhissalom Qur'on surasida mavjud. Ibrohim payg'ambar Ibrohim alayhissalom Qur'onda surasi mavjud. Zubayr Muhammad Zubayr. Ayub sabri bilan mashhur bo'lgan payg'ambar Ayub alayhissalom. Islom diniy mazmunli ism. Islom dinini anglatadi. Qiz bolalar uchun ismlar. Maryam payg'ambar Iso alayhissalomning onasi. Qur'onda surasi mavjud. Hadicha payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning birinchi rafiqasi. Zubayr dedingiz. Endi Hadicha. Omina payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning onasi. Sadiya baxtli yoki baxtiyor ma'nosini anglatadi. Sumayya birinchi shahid martir ayol. Sumayya binti Hayyat. Asma yuqorida yoki baland ma'nosini anglatadi. Mubina aniq yoki ravshan ma'nosini anglatadi. Muslima islom diniga mansub yoki musulmon ayol ma'nosini anglatadi. Maftuna sehrlangan yoki maftun bo'lgan ma'nosini anglatadi. Iymon yoki e'tiqoddan olingan diniy mazmunli ism hisoblanadi. Shunday ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Muhammad dedingizmi?